Do'stlar, Staten Island'dan assalomu alaykum. Ana bu ko'prikni ko'ryapsizlar. Verrazano ko'prigi. O'zbekcha restoranda ovqat yemoqchi bo'lsanglar, shunday lip etib borib, Toshkent supermarketdan bozorlik qilib, o'zbekcha restoranda ovqat yeb qaytib kelsanglar bo'ladi va mana bunaqa katta uylarda turishingiz mumkin. Bruklinda bu uylar orzu bo'lib yotibdi hammamizga. Nimalarga qodir ekanligimni hali shaharga borganda ko'rsataman. Bu yerda bo'lsa, mana 70-yil qurilgan uy, tepasining o'zi 1500 square foot, 3 ta vannasi bor, 3 ta xonasi 1.200.000. Kirib hozir obzor qilamiz. Qani ketdik. Uyimizga marhamat. Mana bu yerda garderobning kirishingiz bilan mana zalni kattaligini qaranglar. Любой mehmoningiz kelsa, mana bahrdili ochilib o'tiradi, chunki oynalarni ko'ryapsizlar, hammasi katta. Juda ham ko'p oyna bor. Mana bu yog'i ham oyna, bu yog'i ham oyna, bu yog'i ham oyna. Kerak bo'lsa, mana bu New Jersey ham ko'rinib turadi suvdan. Men umid qilamanki, telefonda ko'rinyapti. Endi bu yeri dining bo'lyapti va ovqatlanadigan stol, stul qo'yishingiz mumkin. Bu yoq mana oshxona qismi ketgan. Oshxona ham juda ham katta. Bu tomonda mana coffee station ham bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir qisqacha qilib tashqaridan ko'rsatib ketaylik obzorda. Mana bu yerlar hammasi bruschatka qilingan. Bu yerda letniy kuxnya qilishingiz mumkin. Bu yoq mana dek bo'lyapti. U yerda bo'lsa mana master bedroom, hozir kirib ko'rsatamiz. Darsga ketamiz. E'tibor beringlar. Polni hamma yog'i kafel qilingan. Bu juda ham zo'r. Mana bu chef nima deydi? Gaz plitasi ham mana 6 talik kattasi qo'yilgan. Izumrud 207. Zo'r. Bu tomonda o'sha bedroomlar ketyapti. Mana bu yerda общий vannamiz polni kafel qilingan, backsplashlar boshqacha alohida qilingan. Bu yerda mana birinchi detskiyimiz bor. Razmerlari akkuratniy, ko'chaga qaragan xona. Eshiklari ham sifati zo'r, ko'ryapsizlar. Bu yana bitta detskiy, o'zining kladovkasi bilan birga keladi. Pollarimiz hardwood floor va bu yerda bo'lsa master bedroomimiz bor. Master bedroomda o'zining mana bitta kladovkasi bor, bu yerda vannasi bor. Vannasi ham akkuratniy kafel qilingan, ko'rsatishingiz mumkin. Bu yerga albatta jalyuzi pardalardan qo'yish kerak, chunki mehmonlarimiz mana dekda maza qilib o'tirsa, bu bedroom ko'rinmasligi kerak. Bruklinga o'xshamasdan parkovkalari ham ko'p, bemalol 2-3 ta mashina sig'adi, xususiy garajingiz bor, gap yo'qmi? Endi bu esa mana basement qismi, garajdan kirilyapti. Laminat pol qilingan, u yerda o'zingizda laundryingiz bor, bu yerda mana qo'shimcha kladovkalar bor va eng muhimi, jiyanlar bo'lsa, jiyanlar mana bu bitta xona qilib turishi ham mumkin. Yerning tepasida bo'lganligi uchun juda ham issiq, men o'zim his qilyapman va jiyanlarga nima kerak? Dush kerak. Tayyor qilib, hamma yog'ini akkuratniy kafelar bilan dush ham qilingan. Gap bo'lishi mumkin emas. Yomg'ir yoqqanda ham mana uni tagida bemalol shashliklar qilsangiz bo'ladi. O'rtoqlar, birovga ijara to'lab, begona odamlarning mortgajini to'lab boy qilmanglar, o'zlaringning uylarini sotib olinglar. Mortgajiga ham qarashamiz, zo'r uylarni ham yaxshi narxda olib beramiz. Ishlarga omad.